Hammaga salom, men Nikita Sashlev. Bugun siz uchun web 3 sohasining ikkita eng taniqli vakili bilan eksklyuziv intervyu o'tkazaman. Biz bilan bugun Bybit asoschilaridan biri va bosh direktori Ben Zhou hamda Hacken asoschisi va bosh direktori Dima Budorin bo'ladi. Yigitlar, avvalo tashrifingiz uchun katta rahmat. So'nggi bir necha oy juda notinch o'tdi. Hali ham ishonish qiyin, o'sha mudhish voqeaga 2 oydan ko'p bo'libdi. Xo'sh, bugun o'zingizni qanday his qilyapsiz? Yaxshi, rahmat. Juda bandmiz, chunki hozir ayni paytda Token 2049 tadbiri bo'lyapti. Dubayda odam ko'p. Umuman olganda hammasi yaxshi ketyapti. To'yib uxlayapsizmi? Yo'q, bu yerda hech kim yetarlicha uxlayotgani yo'q. Dima, sizda-chi? Ha, barchasi joyida. Biz hozir regulyatsiya masalalariga ko'proq e'tibor qaratyapmiz. Bu hodisa regulyatorni ancha faol harakat qilishga majbur qildi. Endi tobora ko'proq birja bu holatga tushmaslik va xatarlarni qanday kamaytirish haqida o'ylayapti. Dima, siz to'g'ridan-to'g'ri regulyatsiya masalasiga o'tib ketdingiz. Men biroz orqaga qaytmoqchiman. Taxminan 3 yil oldin, o'sha F bilan boshlanadigan halokatdan keyin, uni nomini ham aytmayman. 2022-yildan keyin Proof of Reserve, ya'ni zaxiralar isboti haqida juda ko'p narsa o'rgandik. Nega hanuzgacha ba'zi markazlashgan birjalar bu borada ochiq emas? Hech bo'lmaganda yirik birjalarning barchasi Proof of Reserve ni e'lon qilyapti. Ammo bu auditni o'tganmi yoki yo'q, bu boshqa masala. Hozir butun sanoatda bu talab qilinyapti. Agar birja bu ishni qilmayotgan bo'lsa, demak, unda shubhalar bor. Balki birja texnik jihatdan tayyor emasdir. Faqat tokenlarni vaqtincha qarzga olib, ular mavjuddek ko'rsatish emas, balki uchinchi tomon bilan to'liq audit qilinishi ham muhim. Bu endi normal holatga aylanyapti, lekin hamma bu amaliyotni qilyapti deb o'ylamayman. To'g'ri, buni hamma ham qilayotgani yo'q, faqat yirik o'yinchilar qilyapti. Ular shu amaliyotni bajargan bo'lsa, bu ularning to'liq qobiliyatini isbotlash uchun yetarlimi o'zi? Fikrimcha, yuqorida aytilgandek audit qilish albatta yaxshi qadam. Lekin nega ko'pchilik birjalar Proof of Reserves'ni qilmayotgani sabab? Chunki ularning ko'pi aslida birja emas, balki brokerdir. Aslida ular foydalanuvchi aktivlarini olib, likvidlik ko'proq bo'lgan boshqa birjalarga o'tkazadi va u yerda boshqa birjalarning order booklarini nusxalaydi. Shu sababli ular Proof of Reserve ni bajara olmaydi. Oddiy qilib aytganda, ular aktivni boshqa birjaga joylashtiryapti. Keling, bunga chuqurroq kiramiz. An'anaviy moliya bozorlari juda ochiqdek ko'rinadi, to'g'rimi? Jamoatchilikka taqdim etiladigan hujjatlar va ma'lumotlar hajmi hozirgi kripto sanoatidan anchagina katta. Nega bunday? Menimcha, an'anaviy bozorlar aslida shaffof emas, faqat hujjat ko'p. Lekin siz bu hujjatlarni rostakamiga ko'rib chiqasizmi? Ammo kripto birjalarga qarasangiz, aslida biz ko'proq ochiqmiz. Hammasi blockchainda. Siz buni tekshirishingiz mumkin. Istalgan odam aniq qancha mablag' borligini aniqlab, chuqur o'rganish ham mumkin. An'anaviy moliya tizimi banklar faqat 20% zaxirani saqlaydi. Bybit esa 100%. Demak, bu holat kripto sanoatida ko'p jihatdan rivojlanganligini isbotlaydi deb o'ylayman. Albatta, ular ko'proq hujjatlar, ko'proq tartib-qoidalarni bajara olishadi. Ha, birja nuqtai nazaridan men bunga qo'shilaman. Lekin tokenlar bo'yicha bizga ko'proq shaffoflik kerak. Ayniqsa, muomaladagi hajm, investorlar va token loyihalarining yillik hisobotlari bo'yicha. Men ham aynan shunga ishora qilmoqchi edim. Bu yillik hisobotlar masalasi. Menimcha, kriptoda buni ko'p ko'rmaymiz. Albatta, blockchainda bo'lgani uchun u ochiq, kuzatish oson va unda foydalanuvchi noto'g'ri ma'lumotlarni o'zgartira olmaydi. Ammo sizningcha ko'proq regulyatsiyalar bilan sanoat shu yo'nalishda harakatlanadimi? Ya'ni biz shu yo'lga o'tishimiz kerakmi o'zi? Menimcha ha. Biz hech bo'lmaganda loyihaga egalik qilayotgan eng yirik hamyonlarni bilishimiz kerak. Masalan, yaqinda bo'lgan mantra holatida narx keskin tushdi. Chunki kimdir katta miqdorda sotdi.
Bu ishni kim qilganini odamlar bilish kerak. Masalan, an'anaviy moliya bozorlarida kimda qancha ulush bor va uni kim sotdi, hammasini bilish mumkin. Bular aniq. Shu tomonlama kripto ham aynan mana shu jihatlarini o'zlashtirsa bo'ladi. At some point we should have the same situation. And actually I see that regulators are slowly but moving there. Mantra keysini aytib o'tdingiz. Qanaqadir xavotirli signallar bormi bu token atrofida? Bu ham boshqa proyektlar bilan bir xil. Unaqa katta farqli jihati yo'q. Va bunaqa holat istalgan milliard market kapitalizatsiyaga ega token bilan yuz berishi ham mumkin. Such thing can happen with any other like billion market cap. Birjalarga qaytsak, CoinGecko'da ro'yxatdan o'tgan 500 ta yoki undan ham ko'proq birjalarning qanchasi o'z likvidligi ustidan nazoratga ega? Chunki Dima aytganingizdek, ko'plab birjalar bugun birja emas, aslida broker bo'lib faoliyat yurityapti. Xo'sh, ularning qanchasi chindan likvidlikka ega o'zi? Juda oz, 10% ham emas, balkim 5% atrofida. Chunki likvidlikni qurish bu eng og'ir ish. Men ham shunaqa deb o'ylayman, 5-10% maksimum. Masalan, menga o'xshagan oddiy foydalanuvchi bu ma'lumotlarni qayerdan olsa bo'ladi? Deyarli hamma mahalliy birjalarga borsangiz, bu ma'lumotni sizga beradi. Masalan, biz Yevropada Bitpanda bilan ishlaymiz. Ularni broker litsenziyasi bor, mijozlar ham ularni yaxshi biladi. Ular mijozlarni buyurtmalar global birjaga yoki market makerga uzatilganini aytadi. Broker modeli bilan ishlash hech qanday muammo yo'q. Bu keng tarqalgan va litsenziyalangan model. An'anaviy broker modeldagi muammo shundaki, ba'zida ular buyurtmani uzatmaydi va pul ishlash uchun mijozni aldash undovi sabablari paydo bo'ladi. Chunki ular buni qila olishadi. To'g'rimi? Bu muammo hatto an'anaviy bozorlarda, xususan Forexda ham mavjud bo'lgan menimcha. Ammo likvidlikni shakllantirish juda qiyin. Agar eng kuchli 3-5 birjaga qarasangiz, yangi o'yinchi kirib kelganda, nima uchun yangi birjalar ko'p chiqmayapti? Chunki likvidlik to'sig'i eng qiyin narsa. Men esa regulyatsiya sabab deb o'ylar ekanman. Chakana foydalanuvchilarni jalb qilish kerak. Ular bo'lmasa, market makerlar kelmaydi. Ammo market makerlarsiz ham chakana foydalanuvchilar kelmaydi. Ha, to'liq qo'shilaman. Broker bo'lishda hech qanday yomon narsa yo'q. Masalan, Bitpanda, CoinMarketCap yoki CoinGecko ro'yxatiga olinmagan. Ular o'zlarini birja deb tanishishni istamagan. Agar CoinMarketCap yoki CoinGecko kripto birja nima degani bo'yicha aniq mezonlar bo'lsa, bu albatta foyda keltirardi. Bu holat an'anaviy fond bozorlariga qanaqa taqqoslanadi? Birjalardagi likvidlikni fond bozorlaridagi likvidlik bilan qanday solishtirish mumkin? An'anaviy bozorda odatda sizda bitta yirik birja bo'ladi. Misol uchun Nasdaq, Shanghai yoki Tokio birjasi. Likvidlik aynan o'sha yerda to'planadi va brokerlar shunchaki buyurtmalarni uzatib turadi, to'g'rimi? Kripto ham asta-sekin shu modelga o'xshash bo'lib boryapti, chunki likvidlik jamlana boshlanyapti va ayniqsa mahalliy hududlarda ko'proq brokerlar paydo bo'lyapti. Yevropada Mika litsenziyasini joriy qilmoqda. Broker litsenziyasi eng murakkab, lekin foydalanuvchilarni jalb qilsa, siz likvidlikni boshqarmasdan turib ham kengayishingiz mumkin. Because you don't need to worry about liquidity or that, as long as you have local impact, you can gain users locally through operation, marketing, whatever. Then you don't need to worry about liquidity, and you just plug it in onto global, and then kind of this is already kind of form. Not everyone just go to one place, right? Yeah. An'anaviy aktivlar kripto birjalarda paydo bo'lyapti. Masalan, hozirda ko'plab kripto tokenlar fond bozorlarida ham listing qilinyapti, ammo aksincha, masalan, Apple aksiyalarini kripto birjada sotib olish mumkinmi? On traditional stock markets, but what about traditional assets listed on crypto exchanges? For example, could there ever be an Apple stock option on Bybit? Bizda bunday imkoniyat allaqachon bor, lekin bu siz aktivni o'zini emas, uning narx harakatiga sarmoya qilasiz. Masalan, siz Apple aksiyasini narxini oshadi deb o'ylasangiz, foyda ko'rasiz. Pasayadi deb o'ylasangiz, short qilib ham foyda ko'rasiz. Ammo siz bu aksiyani o'zimga o'tkazib ber deb so'ray olmaysiz, chunki siz haqiqiy aktivga egalik qilmaysiz. Bizda oltin, forex, indekslar bo'yicha ham CFD savdolari bor.
Hozirgi paytda biz bu xizmatlarni berish uchun litsenziyaga egamiz. Ammo real aksiyalarni taklif qilish uchun har bir mamlakat bo'yicha alohida broker litsenziyasi talab qilinadi. Bu esa ancha murakkab jarayon. But in order to be able to actually do the broker, you need to have a broker license, and then you can only service the clients in that region. When it comes to real stock, like the actual thing, you need to break it down to different countries, different regions, and license. It gets a bit more complicated. Siz yaqinda Lissabondan Abu Dabiga ko'chdingiz. Ha, shunaqa. Mavzuni biroz o'zgartirmoqchiman. Nega bu yerga ko'chishga qaror qildingiz? Men Lissabonni yaxshi ko'raman. Ha, men u yerda 2,5 yil yashadim, lekin hayot odatda aylangandan tezroq o'tadi. And then your life go faster. Men Abu Dabiga aynan regulyatsiya sababli ko'chdim. Because of regulation. Ko'plab davlatlar Birlashgan Arab Amirliklari bu ishni qanday qilayotganiga qarab, ularga ergashyapti. Bu mintaqa ko'plab Web 3 loyihalari uchun yirik markazga aylandi. Bu Bybitga qanday yordam berdi deb o'ylaysiz va agar yordam bergan bo'lsa, o'sishga aynan qanday hissa qo'shdi? Albatta yordam berdi. Bybit kripto sohasida birinchi kompaniyalardan biri edi. Bizni hatto 2020-yil boshida tashqi savdo vaziri taklif qilgan edi. Biz birinchi bor kelganimizda bu yerda kripto kompaniyalar deyarli yo'q edi. Men vazir bilan uchrashganimda u Birlashgan Arab Amirligi kripto markazi yaratmoqchi ekanini, bu borada yirik o'yinchilarni taklif qilayotganini aytdi. Biz kelishdik, qo'l siqishdik va men bosh ofisimni shu yerga ko'chiraman dedim. Mana 4 yil o'tdi, bu yerda bizda 200 ga yaqin xodim bor. Menimcha Bybit Birlashgan Arab Amirligidagi eng yirik kripto kompaniyalardan biridir. Hozir esa biz Abu Dabi tomonga kengaymoqdamiz. O'sha paytda Birlashgan Arab Amirligida nima bo'lishini bilmasdik, lekin hozir rahbariyat qat'iyatli ekanini ko'ryapmiz. Ular strategiya tuzishadi va uni amalga oshira oladi. Tokin 2049 konferensiyasini ham olaylik. Birinchi yili Singapurgacha yetmagan edi, lekin bu yil Birlashgan Arab Amirligi uni ortda qoldirishi mumkin. Ko'plab kripto kompaniyalar bu yerga ko'chib kelyapti. Hatto influencerlar ham shu yerga yashayapti. Ular pastdan yuqoriga qarab ishlayapti, jamiyatni shakllantirishadi. The community is here, and then they will contribute and they will help, and gradually, you have that incubated already. Axir Web 3 butunlay jamiyat haqida-ku. Hakerlikdan keyin hukumat darajasida siz yetarlicha yordam oldim deb hisoblaysizmi? Odatda regulyator bevosita yordam bermaydi, lekin ular holatimizni so'rab turishadi. Biz ularga moliyaviy auditlarimizni taqdim etdik. Ular bizga Dima va Haken bilan Proof of Reserve ustida ishlayotganimizni bilishardi. Ular ishonch bilan qarashdi, moliyaviy holatimizni bilishdi va xavfsizlik bo'yicha yordam taklif qilishdi. Biz avvalgi holatimizga qaytdik, likvidlik, hajm va boshqa jihatlar bo'yicha. So no, I think, but really looking back, so as of today, the Bybit has kind of returned to where we were in terms of liquidity, volume, and everything. Regulyatorlar biz buni qanday boshqarganimizdan mamnun bo'lishdi. Kengroq ma'noda olaylik. Sizningcha Web 3 hamjamiyati hakerlik holatidan yetarlicha saboq oldimi? Learned something post-hack? Like what are some of the key takeaways that you feel the community has perceived from this? Birinchidan, hakerlik oddiy hakerlik emasdi. Uchinchi tomonga qaratilgan edi. Odatda birjalar pentest o'tkazamiz. Ehtimol bug bounty qo'shamiz deb qo'yishadi, lekin bu yetarli emas. Birjalar va boshqa ishtirokchilar ta'minot zanjirini kiberxavfsizligiga ancha ko'p sarmoya kiritishi kerak. Barcha yetkazib beruvchilarni tushunish, infratuzilmasidagi barcha muhim qismlari va qayerga yetkazib beruvchilarga bog'liq borligini aniqlash lozim. Va bu borada chuqur xavfsizlik tekshiruvlarini amalga oshirish kerak. Albatta, operatsion xavfsizlikni ham. Operatsion xavfsizlik bu Bybitga tegishli muammo emas, lekin yaqinda hakerlikka uchragan boshqa ko'plab kompaniyalar uchun dolzarb.
Faqatgina aprel oyining o'zida juda ko'p xakerlik holatlari bo'ldi. Menimcha, aprelning o'zida $300 million dan ortiq zarar yetkazilgan. Sun'iy intellektning rivojlanishi bilan xakerlik holatlari ko'payayotganga o'xshaydi meni nazarimda. Siz ikkalangiz bunga sun'iy intellektning o'sishi va u bilan birga kelishi mumkin bo'lgan xakerlik uchun qanday tayyorlanyapsiz? Aytish mumkinki, hozirgi sun'iy intellekt hujumlarni avtomatlashtiryapti. Ha, u zaiflikni topishni avtomatlashtiradi. U yangi hujum usullarini ixtiro qilmaydi, lekin oq va qora xakerlarga bir vaqtning o'zida turli nishonlarga tadqiqot o'tkazish imkoniyatini beradigan kuchli vositalarni taqdim etadi. Meni eng qo'rqitadigan narsa generativ sun'iy intellekt hech kim bilmagan yangi zaiflikni, zero day'larni topa boshlaganida. Mana shu juda qo'rqinchli. Biz qiladigan yagona narsa o'zimiz yaratayotgan mashinaviy o'qitishni ML doimiy ravishda ma'lumotlarni bilan to'ldirish va bu qanday rivojlanishini kuzatish. Hozirgi paytda bizni sun'iy intellekt asosidagi kiber xavfsizlik mahsulotimiz o'rtacha yoki katta tajribali tadqiqotlarning vazifasini bajaryapti. Lekin menimcha yarim yil yoki bir yil ichida ancha kuchli vositalar paydo bo'ladi. Ben, sizcha bu borada tayyorlanish uchun AI bo'yicha tajribaga ega ko'proq dasturchilarni yollashga majbur bo'ldingizmi? Birjada ko'plab sohalarda sun'iy intellektdan foydalanamiz. Bu allaqachon isbotlangan. Hamma AI degan so'zni biladi, lekin bu aniq nimani anglatadi. Biz AI ni birjada ko'p jabhalarda joriy qilganmiz. Masalan, 200 nafardan ortiq xodimimiz testlar va sifat nazorati bilan shug'ullanadi. AI ularning ishini avtomatlashtirib beryapti. Shuningdek, mijozlar qo'llab-quvvatlashi, tarjima va boshqa xizmatlarda AI foydali bo'ldi. Avval bu juda og'ir edi. 26 ta tilga tarjima qilish, Google Translate ishlamaydi. Chunki bilasiz, bizda kriptoterminlar juda ko'p. Endi AI ni o'rgatib, bu ma'lumotlarni hal qilyapmiz. Lekin haklarni katta qismi texnologik zaifliklardan emas, ijtimoiy muhandislik, social engineering orqali ro'y beryapti desa bo'ladi oxirgi paytlarda. Hodler and go to the moon and things like that. So that has been proven good. I'm not sure how hacking and maybe he knows more about hackers, how to use it. To be honest, most of the hacking cases we've seen, the large ones, are all social engineers. They have nothing to do with technology. Demak, texnik muammolar emas, ijtimoiy muhandislik sabab yuz beryapti. Because that's the easiest to penetrate. Har qanday hacker ham birinchi navbatda odam. Shuning uchun buzib kirishning ham osonroq yo'lini qidirishadi. They want to find targets which they can easily. Lekin ijtimoiy muhandislik deb aynan nimani nazarda tutdingiz? They send Misol uchun, hacker sizni DevOps xodimingizni LinkedInda ish taklifi yuboradi, faylga zararli kod joylashtiradi yoki oddiygina Calendly havolasi orqali ularni login parollarini o'g'irlaydi. Ular tizimga kirgach, private keylar yoki hot wallet tuzilmalarini o'rganadi. Keyin eng katta likvidlik bo'lgan paytda hujumni boshlaydi. Attackers, they got his account and then they start to get into the infrastructure of the company and they start to search for the private keys. They start to search how the Hammasi hot walletlarda ishlayapti, chunki ular avtomatlashtirilgan, bu aniq. Shunday tizimlar borki, ular maxfiy kalitlarga kira oladi va hakkerlar qilish yo'li izlaydi. Va oxir-oqibat hot walletda eng katta likvidlik bo'lganda hujum qilishga tayyorgarlik ko'rib, uni bo'shatib ketishadi. Bu dahshat. Hatto bu yaqinda uchrashgan sevgilingiz ham bo'lishi mumkin. Hech qachon bilmaysiz. Agar katta nishon bo'lsangiz, ular hacker bo'lishi ham mumkin. Yoki yaqinda yollangan ishchi ham bo'lishi mumkin. Demak, jamoangiz uchun juda ko'p protokollar bo'lsa kerak-a? Yo'q. Bybitdagi asosiy protokol hozir Zero Trust. Men o'zimga ham ishonmayman. And I tell the security, I don't trust you, you don't trust me.
and let's not trust each other. Siz menga So the ishonmang. system is Shunday built tizim in a way tuzilganki, that you hech kimga cannot ishonib trust. bo'lmaydi. And you Siz assume tizimga someone kimdir already allaqachon kirgan deb faraz You qilsangiz, assume u someone allaqachon already in the ichkarida deb o'ylaysiz. Then you Hattoki assume- yana bir bor you xakerlikni assume you're gonna uchrashingiz get hacked again. ham oldindan qabul Then qilasiz. let's just Shunchaki hope that umid it's not gonna be qilamizki, that bu big of a safar deal. zarar juda So, katta bo'lmasin. you Unga assume all mos these ravishda things, harakat and then you do qilasiz. accordingly. Jamoangizni ham aynan shunday fikrlashga o'rgatasiz demak. Ya'ni sizda doim bizni yana hak qilishsa qanday mablag' xavf ostida bo'ladi degan savolga tayyor javob bo'lishi kerak. Shunday fikrlash tarzi jamoangizda ham shakllantirilishi kerak. Wow. Aytgancha, Ben, men PR sohasi vakiliman. Luna PRni boshqaraman. Sizning inqirozni qanday boshqarganingiz bu nihoyatda namunali edi. PR nuqtai nazardan bu darsliklarga kiritiladigan darajadagi holat. Shunchaki qiziqyapman. Endi sizni nima kutyapti? Inqiroz yuz berdi, siz uni juda yaxshi yengdingiz, jamoangiz ham a'lo darajada ishladi. Avvalgi intervyularda aytgandingiz, foydalanuvchilar va likvidlik borasidagi ko'rsatkichlaringiz tiklangan. Kelajakda ishonchni saqlab qolish uchun nimalar qilyapsiz? Birinchidan, biz butun sohani bunday xakerlik muammolari bilan kurashishdan qo'llab-quvvatlamoqchimiz. Shuning uchun lazarusbounty.com saytini ishga tushirdik. Saytni shunday o'zgartiryapmizki, boshqa jabrlanganlar ham unga qo'shila olishadi. Lazarus yoki boshqa yirik xakerlarni aniqlash uchun maxsus jamoamiz bor. Biz ehtimol so'nggi qurbon emasmiz, lekin umid qilamizki, eng kattasi biz bo'lib qolamiz. Boshqalar bunday yomonroq holatga tushmasin. Ammo agar tushsa, biz yordam beramiz. Ikkinchidan, biz xavfsizlik va wallet strukturamiz bo'yicha yana ochiq bo'lishni xohlaymiz. Regulyatorlar ham, mijozlar ham bizdan sizni hot cold walletlaringizni qanday tuzilgan deb so'raydi. Biz yaqinda xavfsizlik firmasi yordamida to'liq white box va black box pen test o'tkazdik. Ya'ni ular bizni kodlarimizga ham kirib xatoliklarni aniqladi va biz bularni tuzatdik. Bu bo'yicha hisobotni har chorakda e'lon qilishni boshlaymiz. Va albatta Heiken bilan hamkorlik davom etadi. Menimcha PRni asosiy kaliti halollik. Biz nima bo'layotganini ochiq aytdik. Agar bilmasak, hali aniqlayapmiz dedik. Kelajakda ham shunday davom etamiz. And if you talk about PR, what I did was simply being transparent. And I think moving on to continue to do so, you continue to be more transparent. Even about things that exchanges don't talk about, such as the wallet setup. And I think my belief is if you are transparent and everyone knows your setup is actually being tested more. Sizning ochiqligingiz, ayniqsa hozir bilmayman, lekin o'rganyapmiz degan gaplaringiz ko'p narsani anglatadi. PR nuqtai nazardan qaraganda bu juda to'g'ri yondashuv edi. Dima, sizchi? Ha, shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, Lazarus Bounty va umuman xakerlarning kriptoaktivlarni qanday yuvayotgani bizning eng katta muammolarimizdan birini ochib berdi. Ya'ni Chain Analysis kabi kompaniyalar real vaqt rejimida qora ro'yxatga olishni amalga oshirishmaydi. Bu esa xakerlarga markazlashtirilgan birjalar orqali ham kripto aktivlarni yuvishga imkon beradi. Menimcha bu holatdan saboq olinadi. Bu kompaniyalar ehtimol qora ro'yxatga emas, lekin real vaqtda rejimida kulrang ro'yxatdan olishni boshlashadi. Bu esa birjalarda zudlik bilan bloklash kerakligi haqida signal beradi. Avvalgi holatlarda qora ro'yxatga olish bir necha kun kechikishini sababini tushuntiraman. Ular xakerlar zararlagan ba'zi walletlarni qora ro'yxatga kiritganlari uchun sudga tortishdan qo'rqishgan. Chunki xakerlar Chain Analysis qanday ishlashini tushunishadi va ular qora kriptolarni yirik walletlarga yuborishadi. Shunday kompaniyalar bu wallet xakerga tegishli yoki yo'qmi ajrata olishmaydi. Endi ular bu muammoni tushunishdi va uni bartaraf etishmoqchi. Ular qora ro'yxatga emas, kulrang ro'yxatga olishadi. Bu esa kelajakda millionlab, hattoki milliardlab dollarni saqlab qoladi. Mana Bybitning kelajak rejalari haqida gaplashdik, lekin Heikennikichi? Heiken xavfsizlik tizimlari bilan oldinda bo'lish uchun nimalar qilyapti o'zi? With your security systems implementations, like how do you aim to be
the leader in cybersecurity. Biz asosiy yo'nalishga e'tibor qaratamiz. Texnik tajribamizga tayanib, xizmatlar va mahsulotlar ko'lamini kengaytirishga harakat qilamiz. Men 8 yildan beri ishlayman. Bu kompaniyani yaxshi ko'raman. Ularni tarmoqni qanday qurganlarini menga yoqadi. Biz ham shunga o'xshash federatsiya uslubidagi tarmoq yaratishni maqsad qilganmiz. Ofislar ochish yoki biznes developerlarni yollash o'rniga biz tadbirkorlarni topamiz va ularga o'z vositalarimiz, mahsulotlarimiz, brendimiz va yordamimizni taqdim etamiz. Biz ularni biznesida kichik ulushni saqlaymiz. 80-90%ni ular o'zlari boshqarishadi. Shu yo'l bilan biz Osiyo va Shimoliy Amerikada kengaymoqdamiz. Heyken hozirgi Yevropa va Yaqin Sharqda birinchi o'rinda. Ammo biz kuchli global o'yinchiga aylanishni xohlaymiz. Global presence. Ajoyib. Endi so'nggi savolga kelsak, birjalar 5 yildan keyin qanday holatda bo'ladi? Ular hozirgidek shaklda yashab qolishadimi o'zi? What do they need to implement just to, I guess, survive the next couple of Yashab years? qoladi deganingiz qanday? Ko'proq hakkerlar bo'lishi mumkin demoqchimisiz? Ha, tasavvur qiling, 5 yildan so'ng bu soha ancha o'zgaradi. Ko'plab institutlar, doimiy regulyatorlar, qoidalar, birjalar bunga qanday moslashadi va qanday yashab qoladi? How do exchanges survive and grow? Birinchi qoidasi xatoga yo'l qo'ymang. Halokatga uchraganlar tashqi emas, ichki muammolar sababli yiqilishdi. Ko'pincha risklarni nazorat qilmaslik, xavfsizlik va boshqaruv muammolarini sabab. Bu soha juda kechirimli. Agar siz yuqoridagi yo'nalishlarda xato qilmasangiz, yashab qolasiz. Especially existing change, you already have a good P&L. It's very hard to die if you actually do these things right. Biz Bybitda 1,5 milliard dollarlik hujumni boshdan o'tkazdik. 20 kun ichida tikladik. Bu soha juda chidamli, ayniqsa mavjud birjalar omon qolishiga eng yaxshi pozitsiyada. Shunda holat bo'ladiki, ular birjani qulashiga sabab bo'ladi. Birinchi navbatda shu. Ikkinchidan, menimcha, birjalar doimo zamonaviy tendensiyalardan xabardor bo'lishi kerak. Hozirgi eng yangi yo'nalish ko'pchilik birjalarda Web 3 ga kirib bormoqda va to'g'ridan to'g'ri ulanishni imkoniyatlarini o'rganmoqda. Endi bu yog'iga bu sanoat CX ga qarshi DX, balkim markazlashgan va markazlashmagan birgalikda degan modelga o'tadi. Barcha birjalar Web 3 bilan integratsiya qilinmoqda. Foydalanuvchilar to'g'ridan to'g'ri walletlardan savdo qilishi ham mumkin. Mijozlar endi to'g'ridan to'g'ri markazlashmagan birjalar orqali harakat qilishmoqda. Masalan, Trump va memcoinlar kabi holatlarda. Shuning uchun keyingi qadam doimo yangi trendlarni kuzatib borish va birjalar doimo ilg'or pozitsiyada bo'lishi ishonch hosil qilishi kerak. Umuman olganda, birjalar bu sohani ajralmas qismidir. Men ularni yashab qolishidan unchalik xavotirda emasman. Faqat o'zimiz butunlay xatoga yo'l qo'ymasak bo'ldi. Birinchi qoidasi demak xatoga yo'l qo'ymang. Ikkinchi qoidasi trendlarda doimo oldinda bo'ling. Menimcha 5 yildan so'ng birjalarda aniq farqlar bo'ladi. Ya'ni markazlashgan birjalar va brokerlar o'rtasidagi farq yaqqol ko'rinadi. Brokerlar o'z asosiy birjalarini tanlab, mahalliy litsenziyalarni olishadi. Yirik markazlashtirilgan birjalar Nasdaq va boshqa fond bozorlari bilan raqobatlashadi. Bu ularning navbatdagi katta qadami va umid qilamanki, ular g'alaba qozonishadi. Men kripto tarafdoriman. Bizni kripto odamlarda eng katta likvidlik bo'lishini xohlayman. Menimcha, Bybit va Hacken bu holatni juda namunali tarzda boshqardi. Bu voqea aminmanki sohamizdagi tarix kitoblariga yoziladi. This will go down in history books of the way you handle it. And I think that's what the industry is about. Xatolar bo'ladi, lekin ularni qanday hal qilish muhim. Sizlar qilgan ish juda ajoyib edi. Sizlarga eng ezgu tilaklarimni bildirmoqchiman. Rahmat. Ketishdan oldin
Haykenga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ular hal qiluvchi lahzalarda chin dildan yordam berishdi. I think Dima person reached out and for help, and actually they did help us a lot because we do the audited proof of reserve wisdom even before the hack. Dima bizni jamg'armamizni va qancha mablag' borligini bilardi. He also look at our own treasury. He knows exactly how much money we have. Ular bizga yelkadosh bo'lishdi va jamoatchilikka zararlarni qoplay olamiz deb aytishdi. Bu juda katta ahamiyatga ega edi. Juda katta yordam bo'ldi. Bu bo'lganda men samolyotda uxlayotgan edim. Telefon doim signal chalardi. Shuning uchun men barcha birjalarga mustaqil auditni o'tishni tavsiya qilaman. Bu sizni mijozingiz va hamjamiyatingizga ishonch beradi. What you really practice, what you really do, and that give a lot of confidence to your community and clients. And that's when really this whole thing helps. Shukrki samolyotlarda Wi-Fi bor, to'g'rimi? Shunday xavfsizlik firmalarining yordam ko'rsatgani ochig'i juda quvonarli. Security firms kind of back these cases. That's amazing. All good. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat.